Hammaga assalomu alaykum. Junaydullo Uz kanali obunachilari. Mana bugun kun sanasi 12-yanvar 2026-yil. Biz Namangan viloyati Namangan tumani Elatan qishlog'idan dehqondan zotga so'raganlar ko'pchilik aka zotga buqa kerak dedi. Mana haqiqiy ishonchli va garantiyali bir novasimiz bor. Mana yeb ichishlar, bunlarga halqalarni o'tkazib qo'yilgan. Jivevislariga keladigan bo'lsak, jivevislari где-то 750 kilo, 800 kilo plus minus shunaqada. Tortilmagan, lekin xom taxmin. 750 kilo, 800 kilo haqiqiy dehqondan. Orqa taraflarni ko'rsatamiz mana pachka variantida. O'zim ham yaqinda mashinga sigirimni qochirib ketdim sementalimni. В общем, dahshat sakrashlari. Ishonchli, garantiyali. Haqiqiy dehqonlarni olib kelib, sotib foydalanadigan emas. Buni hozir ma'lumotlarni berib o'tamiz dehqonning o'zidan. Aka, bu necha oylik bo'ldi? Kurash chiqdimi, chiqmadimi? Yo'q, chiqib qolay dedi. Ha, chiqishga harakat qilyapti. Kurashishga hali ko'rilgani yo'q, lekin rost mana bu yil ikkinchi qish, to'g'rimi kelganiga? Ikkinchi qish bo'ldi. Xudo xolasa kurash endi yorishga harakat qilib qolgan. Nimagaki ikkinchi qish bo'ldi. O'tgan yil olib kelganlarida bo'zak kelgan, 5 oylik, 6 oylik, ha? Shunaqa, 4 oyligida kelgan. Mana hozir buqacha xudo xolasa vashim shikalan buqa. Birga 7-8 ta buqalari bordi, shundan tanlab o'zlari olib qolganlar. 7-8 taning ichidan tanlab olingan mana. Sochlari mana jingalay deydimi, shunaqasidan ekan. O'shim. Babaqalari ham. Ki bu odam suzib quvlar bunaqa odat yo'q. Yaxshi, yuvosh. O'ta yuvosh, mana ko'rib turibsizlar, yeb ichishi sog'lomligi o'ta zo'r. Hali oyoq og'rida, oyoq og'risi bunaqasi yo'q akalar. Kelasizlar, ustida ko'rib savdo qilib ketaverasizlar. Ha, o'ta tez omali, men o'zim qo'yib ketdim yaqinda. O'ta tez sakraydi. Bitta molga kamida 3 marta, 4 marta sakraydi. Molga sakrashlari o'ta zo'r. Videolari ham bor o'zimda sakraganlarini. Novos o'ta shikalant narsa. Bu beli ham o'zi aka 1 metr o'tdi tepa tarafi ham. Mana hali oq tumshuq, oq turadigan haqiqiy kallasi oq. Mana babaqalari ham orqani bog'langanicha bilinmayapti. Babaqalari ham vahshiy zo'r. Buni vahshim dahshat. Aka, buni yoshligida ham o'zi bir shikalant pulga olgan bo'lsangiz kerak, ha? Yoshligi ham to'g'ri pulga kelgan. Yoshligida ham aka o'zlari qiziqqanlar, mendan ham olganlar, mendan ham olgan buqalari ham turibdi u ham. Ichkarida hamma bunlarga halqalarni o'tkazib qo'yilgan, shtobi tashqariga olib chiqib qiynalmasligi uchun bunga halqa o'tkazib qo'yilgan. Elatan qishlog'ida. Kimligini qiziq bo'ladigan bo'lsa, telefon qilib aloqa chiqaverasiz. Babaqani ko'ringlar. Mana shu babaqasi qancha katta bo'lsa, shuncha novos katta bo'ladi. Semiradi, katta bo'lib gavda qo'shadi. Shuning uchun zotga olinayotgani birinchi o'rinda shu babaqasiga qarash kerak. Mana ha, rangi ham toza, haligi oq yo och novot rangi emas. Har kuni molga qo'yiladi, sakrab turgan. Kuniga molga qo'yyapsiz. Kuniga molga qo'yiladigan mol. Shöyle sement emas, ikkita mol, ikkita novos. Ha. Qiziqqanlar bo'lsa ikkita novos xohlar ham tanlab olaveradi. Endi bu eng qiziq jo'yda hammaga obunachiligi pulini aytib qo'ying aka. Endi meningcha kami bor, kelib ustida ko'rib kelishamiz desangiz, endi hali narxini aytmasak, ustida kelishaveramiz. Ustida ko'rib kelishaveradi. Hali go'sht-fo'sh unaqa narsaga to'g'ri keladigan narsa emas obunachilar bu. Bunaqaga to'g'ri kelmaydi. Ash holatiga nima qilaveramiz? Bo'ldi, mana akalar xudo xolasa kelib ustida ko'rasizlar, ustida pulini kelishamiz deyaptilar. Telefon nomerlarini qo'yib qo'yamiz. Bemalol aloqa chiqaverasizlar. Novos o'ta sog'lom bo'lmasa bunaqa bo'lmaydi novos. Bunaqa o'ynaqlab, sakrab qilmaydi. O'ta sog'lom, haqiqiy tozasidan. Aloqa chiqaverasizlar, shoshilasizlar. 2 dona xohlaganinglarni kelib tanlab olaverasizlar. Zotga haqiqiy tushadigan zo'rlari. Aytayapman, 8 ta 10 ta mollari bor edi, 2 dona tanlab olgansiz, ha?
ichidan zo'rini ikkitasini tanlab olib qo'yganlar. Aloqa chiqaverasizlar keyin. Telefon nomeri opsiyonida bo'ladi.